2-sentyabr. O'zbekiston aholisi ushbu sanani O'zbekiston birinchi prezidentining xotirlash kuni sifatida eslashadi. 2-sentyabrni qanday eslaysizlar? 2-sentyabrda? Ha. 2-sentyabrda prezidentimiz Islom Karimov vafoti bilan eslaymiz. Otamiz eski otamiz haqidami? Fikrimiz yo'q, aka. Otamiz davrida maza qilib yashadi, hozir ham yomon yashamaymiz. Xudo uchun davom etyapti. 2-sentyabrni qanday kun sifatida eslaysiz? 2-sentyabr. Xudoga yaxshi. 2-sentyabrda qanday kun? Mustaqillikda birinchi mustaqillik, ikkinchisi nima bo'lishi mumkin? 2-sentyabrni qanaqa kun? Oddiy kun. Qanaqa kun hisoblash kerak? Islom Abdug'aniyevich o'lgan kunlari. 2-sentyabr. Prezidentimiz vafot etgan kunlar. Al-Xoruz ayni savollarga javob izlash maqsadida poytaxtning turli nuqtalarida bo'ldi va odamlarning fikrlarini bir yerga jamladi. Bizdan yiroqlashmang va ko'rsatuvni tomosha qiling.